To'ydan oldin mana shu 3 ta tekshiruvni albatta bo'lajak kuyovlar amalga oshirishlari kerak. Chunki kelajaklari aynan mana shu tekshiruvga bog'liq hisoblanadi. Demak, video davomida bu tekshiruvlar nima ekanligini va bu tekshiruvlar orqali bo'lajak kuyovlar o'zlarida qanaqa muammolarni aniqlab olishlari mumkin ekanliklarini tushuntirib o'tib ketaman. Demak, uylanmoqchi bo'lgan erkaklar ko'pincha holatda qo'rqishadi tekshiruvlardan o'tishga. Yo'q, qo'rqish kerak emas, tekshiruvdan o'tish kerak. Agarda nimadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta buni hal qilib qo'ysangiz, keyin to'ydan keyin yanada kattaroq muammolarni oldini olgan bo'lasiz. Demak, birinchi tekshiruvimiz albatta bu spermogramma tekshiruvi. Ya'ni spermogramma tekshiruvi orqali urug'ning foizi, ya'ni harakati, aktivligi, morfologiyasi, ya'ni boshida, bo'ynida, dumida qanaqadir nuqsonli shakldagi spermatozoidlar ko'p emasmi yoki soni haqida ma'lumotga ega bo'linadi. Aynan bu tekshiruv orqali erkak kishi o'zini kelajakda farzand ko'ra olish qobiliyatini birlamchi belgilab oladi. Nima uchun birlamchi belgilab oladi deyotganim sababi, chunki farzand ko'rish qobiliyati faqat erkakka emas, balkim ayol kishiga ham bog'liq hisoblanadi. Spermogramma tekshiruvini qanaqa turlari mavjud hisoblanadi? Spermogramma topshirayotgan paytda iloji boricha spermogrammani voz bo'yicha va Krüger bo'yicha morfologiyasini tekshirish kerak. Ya'ni bunda A, B, C, D kategoriyalarga bo'lib olingan bo'ladi. Morfologiyasi esa yengil shakldagi bosh nuqsonlari, dum nuqsonlari, bo'yin nuqsonlariga bo'lib tekshirib beriladi va bunda erkak kishi o'zini spermogrammasini oddiy spermogrammaga nisbatan aniqroq, chuqurroq ma'lumotlarga ega bo'ladi. Bundan tashqari, agarda Martes bilan birga qilinsa, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu Martes degani nima degani? Spermatozoidlar mikroskopda ko'rilganda harakatchan bo'lishi mumkin, lekin harakatchan spermatozoidlar bor degani u borib ayol kishini tuxum hujayrasini bemalol urug'lantirib biladi degani emas. Chunki spermatozoidlarni o'zini bosh qismida oddiyroq tushunishingiz uchun shunaqa retseptorlari bo'ladi. Ya'ni bu retseptorlar ayol kishini tuxum hujayrasini borib, ichkariga kirib, urug'lantirib, farzand ko'rish uchun eng zarur bo'lgan tuxum hujayrani qidirib topish vazifasini bajaradi. Ya'ni agarda bu retseptorlarda jarohatlanish bo'ladigan bo'lsa, oddiy spermogrammada yaxshi harakatchan bo'ladi, lekin ayol kishini tuxum hujayrasini urug'lantira olmaydi. Martes nimani ko'rsatadi? Martes bu immun bepushtlikni ko'rsatadi. Ya'ni organizmni oddiyroq qilib tushuntirsam sizlarga, ma'lum bir immun o'zgarishlarda gematotestikulyar baryer bo'ladi, ya'ni tuxumni himoyalab turadigan devorni bizga ko'rinmaydigan darajada bo'ladi. U buzilishi hisobida mana shu spermani boshidagi antenachalar zararlanib qoladi. Oddiy spermogrammada ko'rganda harakatchan bo'ladi, lekin afsuski mana bu antenachalarning zararlanib qolganligi hisobidan u borib ayol kishining tuxum hujayrasini urug'lantirib bera olmaydi. Demak, birinchi tavsiya bu spermogramma tekshiruvi Krüger bo'yicha. Agar imkoniyat bo'lsa, o'sha Martes bilan birga qilinsa juda ham yaxshi hisoblanadi. Endi yanada spermogrammada xromatillari bilan, DNK strukturalari bilan tekshirsa bo'ladi. Uni narxi juda ham qimmat bo'lib ketadi, lekin uylanadigan kuyovlar uchun bu kerak emas tekshiruv deb hisoblayman. Chunki aynan DNK fragmentatsiya, u yadrolarni tekshirish uchun aynan ko'rsatmalar, masalan, homiladorlik bo'lib 12 haftagacha ketma-ket homila tushishi ro'y beradigan bo'lsa yoki masalan urug'larning foizlari juda ham past bo'lib ekoprotseduraga olinadigan bo'lsa, undan oldin masalan DNK genetik strukturalarni ko'rsa bo'ladi. Lekin uylanadigan bolalar uchun mana shu oddiy spermogrammani o'zi yetadi Krüger bo'yicha Martes bilan. Ikkinchisi, albatta, uylanadigan kuyov bolalar ikkita eng muhim andrologik a'zolardan bittasi, ya'ni bu erkak kishining tuxumi va prostatasini tekshiruvdan o'tkazishlari kerak. Tuxumlar ko'rilganda tuxumlarning o'lchami ko'riladi. Nima uchun muhim bizga bu narsa? Chunki tuxumlarimiz bizning zavodimiz hisoblanadi va mana shu zavodda erkak kishi uchun eng kerakli bo'lgan spermatozoidlar va testosteron degan erkaklik gormoni ishlab chiqariladi. Agarda tuxumning o'lchami kichkina bo'lsa va undan chiqadigan testosteron yoki spermatozoidlarning miqdori ham chegaralangan kam miqdorda bo'lishi mumkin.
Endi bundan tashqari tuxumlarni ultratovush tekshiruvi qilinganda albatta u yerda qanaqadir varikoz tomirlar, ya'ni varikatsiyalik kasalligi yo'qmi oldindan aniqlab olsa bo'ladi, chunki aynan varikatsiyalik kasalligi spermani foiziga ta'sir qiladi va uylangandan so'ng farzand bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari 3-tekshiruv bu xohishiy tekshiruv, ikkita tekshiruv usuli yozilgan bu yerda. Ya'ni bu endi erkak kishini o'zini muammolaridan kelib chiqqan holatda. Agarda erkak kishida himoyalanmagan begona ayollar bilan aloqalar bo'lgan bo'lsa, o'zidan albatta infeksiya shamollash holatlarini tekshirib olish kerak bo'ladi. Ya'ni bunda PCR analizi qilinib, barcha turdagi infeksiyalar ko'riladi va erkak kishida nimadir yuqtirib olingan bo'lsa, to'ydan oldin davolanib, muammo bartaraf etiladi. Lekin agarda himoyalanmagan aloqalar bo'lmagan bo'lsa, infeksiyalarni tekshirib o'tirish kerak emas. Agarda erkak kishida ertalabki ereksiya, turish, jinsiy holati bilan bog'liq muammolar bo'lsa, jinsiy xohish kamroq bo'lsa, lekin masalan begona ayollar bilan aloqa bo'lmagan bo'lsa oldin infeksiyalarni tekshirish kerak emas. Erkak kishini organizmidagi gormonlar, ya'ni testosteron, erkaklik gormoni qanaqa holatda, ayollik gormonlari, prolaktin, estradionlar baland emasmi, spermani ishlab chiqarishga javob beradigan gipofiz gormonlari joyidami? Mana shu narsalar albatta ko'rib olinishi kerak. Endi bular eng kerakli bo'lgan birlamchi tekshiruvlar va bular to'ydan oldin qilinsa va bu yerdagi muammolar hal qilinsa, ko'pchilik bemorlarda to'ydan keyin farzand ko'rish bilan yoki jinsiy hayotdagi muammolarni bo'lishi oldini olinadi. Agarda siz ham yaqinda uylanadigan yosh kuyov bo'lsangiz, albatta shu tekshiruvlardan o'tishni sizga tavsiya qilaman. Agarda bizga murojaatingiz bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin.